Konditsionerchi va dimoxod ustanovka qiladigan usta akalarimiz uchun zo'r taklif. Bizada Biodi brendiga tegishli Almazniy bormashinka tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Biodi brendiga tegishli Almazniy bormashinkani ko'rsatib, komplektda nimalar chiqishi haqida va albatta bu apparatni ishlatib ko'rsatib beramiz va sizlarga yaxshi va kerakli foydali tavsiyalarni berib o'tamiz. Ko'rib turganlaridek apparatimizni tayyor holatga keltirdik. Ya'ni apparatimizning orqa tarafidagi plastmassli dastagini bu teshayotgan paytimizda yelkamizga tirab olib, bemalol nagruzka qilib teshishimiz uchun o'zini maxsus rezinoviy ruchkasi bor va albatta qo'shimcha doполнительный ruchkasi, xuddi bolgarka perforatorlarga o'xshab turadigan qo'shimcha ruchkasi. Buni xotirib oldik. Apparatimizni ko'rib turganlaridek sifati zo'r, og'irgina, kачествоsi cho'tki chiqqan obmotkalari mis obmotka, old tarafi alyuminiy reduktor bilan qoplangan. Apparatimiz xarakteristiga keladigan bo'lsak, 2300 vatt, 1400 оборот. Bu apparatimiz koronka apparati hisoblanadi. 180 mm gacha bo'lgan teshiklarni, ya'ni betonlarni teshishga mo'ljallangan Almazniy koronka bilan. Bu apparatimiz ishlagan paytida suv bilan ishlaydi, ya'ni teshayotgan paytimizda o'zini maxsus bachoklari bo'ladi. Bizning o'zimizning firmamizda ham bor. Shuni ulab qo'yib turib, alohida suv bilan teshiladi. Teshgan paytimizda changimaydi va osonroq beton teshishga xizmat qilib beradi. Ko'rib turganlaridek instrumentimizning knopkalari ham juda ham qulay qilib joylashtirilgan. Ruchkalarini xohlasanglar yon tarafiga, xohlasanglar tepa tarafiga qo'yib turib, bemalol betonlarni teshib foydalanishimiz mumkin. Ko'rib turganlaridek apparatimizni suv bilan teshadi dedik. Bu suvimizni bu yoqqa liboy xohlagan shlankamiz bilan, xohlasangiz vodoprovodga, xohlasangiz baklashkada suv olib yoki chelakda suv olib ulab qo'ysanglar, o'zini krannigi bor, kranini ochib, yopib bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu kranni ochganimizda bu suv kelib, koronkamizning ichki tomonidan suv oqadi va teshayotgan betonimizni osonroq teshishini va changimasligiga xizmat qiladi. Instrumentimizni kimga tavsiya qilamiz? Asosan konditsionerchi, ya'ni dimoxodchi, instrumentchi usta akalarimizga devorlarni, betonlarni teshganda foydalanishga tavsiya qilamiz. Bu instrumentimizning qulaylik joyi o'zi Almazniy koronka apparatimizni betonga qotirib qo'yib turib ishlatiladigan bo'ladi. Bu ruchnoy hisoblanadi. Ya'ni ruchnoy tepa joylarda, noqulay joylarda betonga qotirib qo'yib bo'lmaydigan joylarda qo'l bilan ushlab bemalol teshish uchun mo'ljallangan hisoblanadi va kuchli va ixcham hisoblanadi. Ya'ni 180 mm gacha bo'lgan teshiklarni bemalol teshib foydalanishingiz mumkin. Bu instrumentimiz haqida sizlarga maslahatlar beramiz. Bir qancha kerakli foydali maslahatlar beramiz. Apparat ishlatgan paytimizda ko'pchilik perforatorda teshadi betonni. Perforator teshgan paytda oboroti balandligini hisobiga teshayotgan narsamizni qisilib qolganda apparat o'zi aylanib ketib, qo'limizni aylantirib yorib, qo'lni sindirib, chakagini sindirib yorishi mumkin. Bu instrumentimizning reduktori juda ham katta reduktor, ya'ni shestronkalar juda ham ko'p. Sababi shestronkasi juda ko'pligining sababi bu instrumentimizni 180 mm gacha bo'lgan betonlarni qiynalmasdan teshish uchun mo'ljallangan. Va buni yana bitta yaxshi tomoni, reduktor ko'p bo'lgani hisobiga motordagi oborot bu yoqqa kelguncha sekinlashib qoladi. Ya'ni teshayotgan detalimizni sekin aylanib, kuch bilan aylantirib teshadi. Shu paytda bemalol knopkani qo'yib yuborishga ulguramiz. Ikkinchidan, bu instrumentimizni juda ham kuchli nagruzka kelgan paytida o'zini maxsus tirishotkalari ham bor. Katta nagruzka kelgan paytda qattiqroq ushlab turadigan bo'lsak, instrumentimiz o'zini ichidan o'zi o'tkazib yuboradi, ya'ni tirishotka rejimi bor. Xo'p, apparatimizni ishlatgan paytimizda nagruzka qiladigan bo'lsak, ya'ni tokda kamchilik bo'ladigan bo'lsa yoki tok baland bo'lib ketsa, yo instrumentimiz keragidan ortiq darajada qiynaladigan bo'lsa, instrumentimiz o'zini o'zi o'chiradi va albatta o'chgandan keyin o'zining maxsus restart knopkasi bor. Restart knopkasini bosib, yana nagruzkalarga qarab qo'yib turib, dalshi davom etishimiz ham mumkin. Shunaqa straxovkalari ham bor. Instrumentimiz juda ham og'ir, lekin juda ham baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Apparatimizni yana tavsiya qiladiganimizdek, har doimgidek qo'yayotganimizda toza joyga qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Ya'ni uzoq xizmat qilib berishi uchun sizlarga ancha foyda beradi. Va suv bilan ishlagani uchun iloji boricha suvni motor tarafiga o'tkazmasdan foydalanishlarini tavsiya qilamiz.
o'zi koronka ishlatgan paytimizda o'tmaydi, lekin ko'pchilik ahamiyatsizlik qilib bu yoqqa suv sachratib yuborishi mumkin. Sababi bu apparatimizda cho'tkali motor hisoblanadi. Cho'tkali motorimizni cho'tkalariga suv keladigan bo'lsa, zamykaniya bo'lib, yakirib kuyishiga olib kelishi mumkin. Kelinglar, bu apparatimizni tabiiy jarayonda ishlashini ko'rib chiqamiz va ishlashiga, sifatiga baho berasizlar degan umiddamiz. Instrumentimizni tabiiy jarayonda ishlatib berdik, ko'rishingiz mumkin. Sizlarga shunaqa professional instrument yoki har xil turdagi almazli koronkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Megatools ilovasidan xarid qilishingiz mumkin. Va bizani instrumentlarimiz haqida savollar tug'iladigan bo'lsa va muammolar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, sizlarga shaxsan o'zim javob beraman. Va albatta, ko'p tug'iladigan savollar bo'lsa, shu savollar xususida alohida video tayyorlaymiz, xudo xolasa. Va bizani kuzatib boring, videolarimizga like bosing. Xayr, salomat bo'ling.